Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar uchun ajoyib, tez tayyor bo'ladigan juda ham mazali shirinlik qilishni o'rgataman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga bitta dona tuxum chaqib solamiz. 2 osh qoshiqda shakar, 20 ml o'simlik yog'i solib hammasini yaxshilab vinchik yordamida bir xil massa bo'lguncha aralashtirib tashlashimiz kerak. Endi bu tuxumli massamizga 125 ml qatiq qo'shib olamiz. Bitta choy qoshiqda rastixisel qo'shamiz. 2 osh qoshiqda limon suvidan foydalanyapman. Agar limon suvi bo'lmasa, oddiy uksusdan yoki olma sirkasidan foydalansanglar bo'ladi. Bitta dona limonni postini qirg'ichdan chiqarib olib qo'shib olamiz. Tabga ko'ra ozginagina tuz qo'shib orasizlar. Yana hammasini bir xil bo'lguncha vinchik yordamida yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Endi bu suv massamizga 300 gram un ishlatamiz. Unimizni hammasini birdaniga solmaymiz. Kamroq solib yaxshilab aralashtirib shunaqa quyuqroq holatiga keltirib olishimiz kerak. So'ng qolgan unimizni solib qo'limizda yaxshilab mushlab yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Shunaqa ko'rinishda yumshoqqina xamir bo'ladi. Tayyor bo'lgan xamirni stolga tushirib ozgina un sepib, dumaloq holatga keltirib olamiz. Bu xamirni tindirib o'tirishi hojati yo'q. O'zi juda ham yumshoq xamir bo'lgani uchun tindirmasdan bemalol ishlataversanglar bo'ladi. Dumaloq holatga keltirib shunaqa uzunchoq lenta qilib kesib olishimiz kerak. Tayyor bo'lgan xamirimizni videoda ko'rsatilgandek qilib ozgina qo'limiz bilan ishluv berib uzunchoq holatga, xuddi lamon cho'zgandek uzunchoq holatga keltirib olamiz. Bir xil qilib shunaqa yasab olishimiz kerak. Keyin bu xamirlarni hammasini videoda ko'rib turganinglardek bo'laklarga bo'lib chiqasizlar. Shunaqa qilib tayyorlasanglar hamma shirinliklar razmeri bir xil bo'lib, chiroyli ko'rinishda chiqadi. Har xil bo'lib qolmaydi. Bu xamirimizni yumshoqroq xamir bo'lgani uchun qo'lga tez yopishadi. Shuning uchun ozgina uni sepib shunaqa dumaloq ko'rinishda chiroyli qilib shirinliklarni hammasini ketma-ket shu ko'rinishda tayyorlab olishimiz kerak. Qo'linglarga yopsa ozginagina qo'linglarni unlab tayyorlab olinglar. Faqat yog'lamanglar qo'linglarni, yog'lasanglar bunaqa ulaganinglarda ochilib ketadi qo'rilish jarayonida. Shuning uchun yog'lamasdan unlab shunaqa dumaloq ko'rinishda chiroyli qilib hammasini tayyorlab olamiz. Qaranglar, birpasda tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgan shirinliklarimizni qizib turgan yog'imizga solib, o'rta olovdan sal pastroq olovda pishirib olishimiz kerak. Olovi baland bo'lib ketmasin. Tovaga mana ko'rib turganinglardek miqdorda yog' solib olamiz. Chiroyli qilib shunaqa qilib rangi kirgizib olamiz. O'zi do'mboqqina bo'lib, ko'rinishlari yana ham chiroyli bo'lib chiqadi. Hammasini o'girib bu yoq tarafini ham chiroyli qilib pishirib olishimiz kerak. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videoga bittadan like bosib qo'ysanglar hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganinglar uchun hammanglarga kattakon rahmat. Mana ko'rib turibsizlar, shirinliklarimiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan shirinliklarimizni idishimizga olamiz. Ustini bezatish uchun mayda shakarimizni issiq holatda yaxshilab botirib olishimiz kerak. Yirik shakar qilmanglar, mayda shakardan foydalaninglar. Agar shakaringlar yirik bo'lsa ustiga yopishmaydi. Yoki ustiga saxarning pudri sepsanglar ham bo'ladi shakar upasidan. Mana shunaqa chiroyli ko'rinishda chiqadi. Ko'rinishini qaranglar, chiroyli, mazasi ham zo'r bo'lgan. Ayniqsa limon postlari bilan yana ham mazasini, hidini zo'r qilib ochib beradi. Albatta tayyorlab ko'rishinglarni hammanglarga maslahat beraman. Aziz kuzatuvchilarim, videolarimni yoqayotgan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Meni qo'llab turganinglar uchun hammanglarga kattakon rahmat.
Sog' salomat bo'linglar, yaqinlaringlar uchun o'zinglarni asranglar.